Assalomu alaykum. Efirda haftalik Digest loyihasi, studiyada Ikromxo'ja Sa'dulloyev va Omina Ismoilova. Bugungi dasturimizdan qisqacha Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va London universitetlari o'rtasida hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Universitetda Oxford professorlari tomonidan ilmiy ma'ruza tashkil qilindi. Malaya universiteti bilan hamkorlik aloqalari kengaytirildi. Ikkinchi O'zbekiston arabshunoslari forumi bo'lib o'tdi. Ibrat farzandlari loyihasi doirasida Hindi tili klub tashkil qilindi. 2026-yil 22 aprel sanasida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti vakillari hamda Londonning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri SOAS universitetining hamkorlik bo'yicha direktori Kanina Foss va global hamkorlik vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro ilmiy va ta'limiy loyihalarni kengaytirish, shuningdek, talabalar uchun almashinuv dasturlarini rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. 16 aprel kuni oliygohimizga Oxford universiteti xodimlari tashrif buyurdi. Shuningdek, tashrif davomida mehmonlar tomonidan Oxfordda fors tili tadqiqotlari mavzusida ilmiy ma'ruza tashkil etildi. Ilmiy ma'ruzada oliy maktab professor-o'qituvchilari, magistrantlar, doktorantlar ham faol ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. 18 aprel sanasida universitetimizda ikkinchi O'zbekiston arabshunoslar forumi o'tkazildi. Forumdan talabamiz Xolida G'aybullayeva lavha tayyorlaganlar. 2026-yil 18 aprel kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida O'zbekiston arabshunoslarining ikkinchi forumi nomli respublika ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirning ochilish marosimida universitet rektori professor Gulchehra Rixsiyeva kirish so'zi bilan ishtirok etdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti hamda Ibrohim Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti direktori Bahrom Abduhalimov ham qatnashchilarni tabrikladi. Konferensiya davomida yetakchi olimlar arabshunoslik, tarix, adabiyot va tilshunoslik sohalaridagi dolzarb mavzular yuzasidan ma'ruzalar bilan chiqish qildilar. Tadbir doirasida arab musulmon adabiyoti, Markaziy Osiyo tarixi, arab tilidagi ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati hamda arabshunoslikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Konferensiya qizg'in munozara va kelgusidagi ilmiy rejalar belgilab olingan holda yakunlandi. 23 aprel kuni Ibrat farzandlari loyihasi doirasida Kamola Rahmatjonova boshchiligida Hindi tili klub tashkil etildi. Ushbu tadbirdan talabamiz Muxlisa Amalova lavha tayyorlaganlar. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hamda Ibrat farzandlari loyihasi hamkorligida hind tiliga bag'ishlangan mahorat darsi tashkil etildi. Mazkur tadbir talabalarning xorij tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularning lingvistik bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Mahorat darsi davomida ishtirokchilarga hind tilining asosiy qoidalari, talaffuz xususiyatlari hamda kundalik muloqotda ishlatiladigan iboralari o'rgatildi. Tadbir yakunida esa faol ishtirokchilar maxsus sertifikat bilan taqdirlanishdi. Digestni tanlov va grant e'lonlari bilan davom ettiramiz. Yaponiyada ilmiy tadqiqot uchun imkoniyat International Scholar Fellowship 2027 dasturiga arizalar qabuli boshlandi. Ushbu dastur ishtirokchilarga Yaponiyada ilmiy tadqiqot olib borish imkoniyatini taqdim etadi. Ariza topshirish va to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.